Odam savdosi inson sha'niga qaratilgan eng og'ir jinoyatlardan biridir. Har bir inson erkin yashash, mehnat qilish va o'z hayotini mustaqil tanlash huquqiga ega. Bu huquqni hech kim tortib olmasligi kerak. Afsuski, ko'pchilik o'zining kimga ishga ketayotganini, qayerda yashashini ham bilmaydi. Har yili minglab insonlar soxta va'dalarga ishonib, qullikka aylanmoqda. Ba'zan begunoh orzularning narxi erkinlik, ba'zan hayot bo'ladi. Odam savdosi, zamonaviy qullik. Har bir inson aldanishi mumkin va bu aldanish ko'pincha siz kutmagan joyda boshlanadi. Agar chet elda ishlashni niyat qilgan bo'lsangiz, rasmiy manbalar orqali tekshiring. Hujjatlaringizni himoya qiling. O'zbekistonda ham bu muammoga qarshi tizimli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. So'nggi yillarda hukumat tomonidan odam savdosi bilan kurashish to'g'risidagi qonun qayta ishlab chiqildi. Prokuratura va ichki ishlar organlari tarkibida maxsus bo'linmalar faoliyat yuritmoqda. ...2023 yilda mamlakatimizda 193 ta odam savdosi holati aniqlanib, yuzlab fuqarolar ozodlikka chiqarildi.